Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 21-qism darsiga xush kelibsiz. Biz bu qismda yangi mazmun o'rganamiz. Ya'ni biz oldin qismliq darsda shartlik bo'lak yoki shartlik jumla o'rgangan. Masalan, bir funksiya quray. Bir sonning taqson yoki jubsonligini tashkil etadi. Shunaqa? Oldin qitim qo'ygan number checker deb qo'y. Bunun ichiga son kirgizamiz shunaqa. Agar osh son 2 butun bo'lansa qoldiq qolmasa, qoldiq persent qo'y. 2 ga butun bo'lansa qoldiq qolmasa, ya'ni 0 bo'lib ketsa butun bo'lansa nima bo'ldi? Jubson shunaqa. Unda bo'lmasa taqson butun bo'lanmaydi. Shuni yozgandik shunami? Masalan, buni tashkil qilsak, number checker degan bu funksiyani chaqirib, masalan, masan taqsam jubsanmi? Yurgizsam odd number taqsankin. Çünkü 2 butun bo'lanma deydigan gap. Endi men mayaga kirgizyapman. Shunaqa men xohlagancha. Endi biz masalan to'g'ri diqqat qilsanglar, Google izlash uchun bir xona kirgizamiz. Bir izlaydigan kategoriyaga bir nim kirgizib, uni izlashni bosamiz, shunami? Ya'ni qarshilab o'zining ma'lum bir sonliq ma'lumotni kirgizdi. Hozir biz 4545 ni kirgizdik. Endi qanday qilib buni boshqalar kirgizdi? Buni hozir o'zimiz paydalanamiz, shunaqa o'zimiz qila oldik. Endi boshqalar kirgiz qanday bo'ldi desanglar. Bugun o'rgangan yangi bilim input funksiyasi. Input del boshqalar ma'lum bir narsa. Ya'ni sonliq ma'lumot son bo'lishi mumkin yoki string bo'lishi mumkin. Kirgizdi. Masalan, bu shunda son deyli. Ammo bir narsani qo'ysin, bu cho'qim qimmati nima bo'ldi? Type davomliq string bo'ladi. Masalan, input deyli. Enter a number. Bunun ichiga qanday parametrga nima deymiz? Enter a number deymiz. Bir son kirgizing deydi. Anada keyin biz qanday qilamiz? Shu funksiya orqali shu sonninki to'g'ri yo xatoligini nima? Taqson yoki jubsonligini tepib chiqa olamiz. Endi mavo buni bir nimaga tan qilib olsak bo'ldi, masalan. User answer day javob. Answer. Ma'lum type nima bo'ldi? Masalan, user answer ne? Besib chiqarib baqsam, enter a number dedim. Demak, bir son kirgizamiz. Nega kirgizganmiz, enter ni besib. Mana, mush son kirdi shunaqa. Ham masan nima desanglar? Buning tipi enter a number deydi go. Tipi nima? str. Men bir son taqdir qismim. Shunga biz hozir miyada son bo'lish uchun str degan string. Mana qanday qildik? Cast, ya'ni quyish bag'i. Int ilitimiz mana shu.
Hamda biz number checker'dan user answer kirgizsak enter a number even number 455 qanda nima 454 mavu even number deydi. Tushuna olammi? Men yana bir misol olay. Yangi bir Python nima quringlar. Hujjat, men mana uchratdim. Masalan, ismini va yeshini so'raydigan bir nima yozaylik, oddiy bir funksiya. Masalan, name shunaqa. Name deylik. Enter your name. Yoki latincha yazsak ismingiz nima? Shunaqa. İsmingiz nima? Ondan yosh. Siz qancha yosh? Mas string o'g'ashqa biz ma yosh son qildik, mani o'zgartimi casting. Masalliq ma'lumot tipini intqa butun son o'zgartimi stringdan. Hozir qarshi taraf kirgizdi. Endi buna bir funksiya yazaylik. Masalan, aroq setib olish. Shunami 21 yoshdan tuval aroq setib olmaydi. Şunun asasen, yoshga asasen aroq setib oladigan yoki setib olmaydiganligini topilgan. Alkohol. Yoki aroq deb olay. Bununla isim bilan ikki parametr kirgizamiz. Yosh. Eğer isim bunun aşağısında yoshni deylik, isim bilan munosabat yo'q. Yosh. Shunaqa. Bu yerda shart qanday? Yosh. Agar yosh 21 yoshdan cho'ng bo'lsa, qanday? Nima desak bo'ldi? Hey palane siz aroq setib olaysiz. Men bu yerda aroq ichish to'g'ri xatolik to'g'risida to'xtalmadim, faqat shu 21 yosh ba'zi davlatlarda 20 yoshdan tuvalliga aroq sotmaydi. Biz oddiy bir program yozyapmiz. 21 yosh. Agar unda bo'lmasa, 21 yoshdan kichik bo'lib qolsa qanday? Nima deymiz? Yoki ismlarni desak bo'ldi, hey demsakmi? Hammasi string o'g'achqamada qo'shib yozsak bo'ldi. Kichiklarga aroq setilmaydi. Ma programni yozdik. Endi buni chaqirsak, masalan, aroq name bilan nima deb age biz bu yerga yozib oldik-ku. Endi yurgizay, ismingiz nima deydi? İsmini Can deb qo'yay. Siz necha yosh?
20 yaş diye 1 yaş kichik. Can kichiklarga qaraq setilmaydi o deydi. Çünkü biz allaburun qanda programni yozib oldik kichik algoritm qilib. Şuna o yaş 20'den tövən boğaçqa setilmədəy can deb olatıdı. Şöyle anlamama input ne? Hem de bir hesablıqıç yazaylı. Yanı bir Python hüccət qurunla. Məsələn 2 sanını kirgizsən bunun yığıntısını tapaylı. Məsələn birinci san qanda enter a number bir sanını kirgizən deydi. Bu string boğaçqa bunu int qaylandırıb barım. Endi ikinci san qanda qılma? Oxşaşlar. Bir raqam izlətdim ama intның içiga input ne? Enter another number. Yani bir san kirgizən. Endi mush 2 sanның qanda yığıntısını tapmız. Funksiya yazışның mı hacıdı? Hər qaçan qanda funksiya yazışның mı hacıdı mı? Yox. Məsələn, birinci sanını, ikinci sanını qoşab bəsəklan boldu o. Bir yerdə. Bir sanını kirgizən deydi o. 3953'ni kirgizdim. Yani bir sanını kirgizən. 4300'ni kirgizey. Şimdi interni bassaq qanda. Toxtalayım. Bir sanını, yani 3934. Yani bir san. Yığıntısı mı? Bir san 2, yani bir san 4 olsa yığıntısı. Ben bana kayıtla yürgüzeyim. Enter number 55 110 demekçi. Ma input məsini düşən alama. Köprək məşq bir anla. Beyin tərsim şəkçi.